desa, aka bu bo'yi tengi bo'lsa ham ukasini yelkasida ko'targan zot aka bo'ladi. Hamma akalar ukani ko'taradi. Ayniqsa opoqimizga ketayotgan paytda bir eslasangiz, qatorlashtirib olib borishardi. Men aytamanki, akasi bor bolalar erka, tantiq, inja bo'ladi. Yo'lda ketayotib, charchasi o'tirib oladi, yurmayman, bormayman desa, ona bechora aytadi, bor ukangni ko'tarib ol. O'zi charchagan bo'lsa ham, o'zi toliqqan bo'lsa ham, ukasini yelkasida ko'tarib olib boradi-da. Shu yelkasida ko'targanini hurmatini qilyapmizmi? Shu yelkasida ko'targanini haqqini ado qilyapmizmi? Aka kim desa, aka bu qo'ni qo'shninikida to'y yo bir marosim bo'ladigan bo'lsa, ukasini qo'lidan yetalab olib kirib, o'zi osh yemasa ham ukasiga osh yegizgan zot aka bo'ladi. Aka-ukani hech ko'rganmiz? Qo'lidan yetalab yursa, uka dasturxondagi qandni ko'rib qolib, qand deb qolsa, qana qilib bo'lsa ham olib ukaga yegizadi. Aka kim